Ba'zi erlar kun bo'yi ko'cha-ko'yda yurib, ahli ayoli farzandlarini oldiga borganda telefonidan boshini ko'tarmaydi. Vaholanki er oila ahlini tarbiyasiga mas'ul edi. Ularga ham vaqt ajratishi, ularning haqqini ado qilishligi kerak edi. Hammamiz kasalligimiz tan olaylik. Uyga kirgandan keyin darrov olyapmiz, telefondan bo'shamayapmiz. Facebookda to'xtatsak, Telegram kelyapti, uni to'xtatsak, eng oxiri juda bo'lmasa televizorda yoqyapmiz. Boshidan oxirigacha kanaliga olib chiqquncha kecha tugaydi. Bolalarimiz bizni telefonning ustida katta bo'lyapti ko'rib. Bir oilada hammani qo'lida telefon, hamma shu bilan ovora. Hech bo'lmasa bir haftada o'sha bir kunini oilada bir qasd qilib, yakshanba dam olish kunida hamma telefonini o'chirib bir joyga qo'yib qo'yamiz. Telefonsiz hayot qilamiz deb aytaylik. Eslaymiz, otalarimiz nima uchun eslab, onamizni eslab nimaga yig'laymiz? Chunki bir dasturxon ustida turib ular hayotlarini gapirib berardilar. Otamiz boshidan o'tgan ishlarni gapirib berardilar, onamiz nasihat qilardilar. Mana bu yerda kattalar. Ey bolam, undoq edi, bundoq. Hozir nimani gapirib beryapti? Qanday nasihat qilyapti? Telefondan boshini ko'tarmayapti. Natijada oiladagi ma'naviy muhit buziladi. Ba'zi erlar kun bo'yi ko'cha-ko'yda yurib, ahli ayoli farzandlarini oldiga borganda telefonidan boshini ko'tarmaydi. Vaholanki er oila ahlini tarbiyasiga mas'ul edi. Ularga ham